ассалому алайкум. имрӯз агар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ хусусан фейсбук, телеграм, инстаграм ва дигар сайтҳои расмиву норасмиро боз карда агар як назар андозед, фақат як мавзӯъ: рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи сух. лоиҳаи қарори нави президент ки дар бораи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи сух қабул мегардад, мавриди муҳокима қарор гирифтааст ва онҳое ки сухро дӯст медоранд, онҳое ки мардуми меҳнаткаши сухро қадр мекунанд ва онҳое ки аз сиёсати имрӯзаи ӯзбекистони соҳибихтиёр розӣ ҳастанд, фикрҳои мусбӣ навишта истодаанд. ва азизон, дирӯз тақдимоти лоиҳаи қарори нави президенти ҷумҳурии ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар бораи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи сух баргузор гардид. тавре ки қайд гардид, қаблан сух яке аз минтақаҳое буд ки дастрасии душвор, имконоти маҳдуди нақлиётӣ ва логистикӣ ва робитаҳои заифи иқтисодӣ дошт. дар солҳои охир ба шарофати ҳамкории минтақавӣ ва иродаи қавии сиёсӣ, имкониятҳои нав барои рушди ҳамаҷонибаи ин минтақа фароҳам оварда шуданд. роҳҳои нав кушода шуданд, тартиби убури марз содда карда шуд, шароит барои соҳибкорӣ беҳтар гардид, боғчаҳои бачагона, мактабҳо, поликлиника ва манзилҳои муосир сохта шуданд. имрӯз дар сух зиёда аз 88 000 нафар аҳолӣ дар 25 маҳалла зиндагӣ мекунанд. дар минтақа 29 ташкилоти таълимии томактабӣ, 33 мактаб, 2 муассисаи таълимии миёнаи махсус, 14 муассисаи тандурустӣ ва 2 иншооти фарҳангӣ фаъолият мекунанд. танҳо соли гузашта 13921 ҷойи корӣ таъсис дода шуд ва 1667 оила аз камбизоатӣ бароварда шуданд. умуман тағйирот дар сух на танҳо навсозии инфраструктур, балки зуҳуроти амалии афзоиши фаъолияти иқтисодии минтақа, тақвияти боварии мардум ва васеъ шудани имкониятҳо барои ҷавонон мебошанд. сухи имрӯза тадриҷан ба низоми иқтисодии минтақавӣ ворид мешавад. дар айни замон қайд карда шуд ки сатҳи камбизоатӣ дар ноҳия 7.9% ва бекорӣ 5.5%-ро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳандаҳо боиси хурсандӣ нестанд ва баръакс аз масъулон масъулияти бештар талаб мекунанд. дар ҷараёни муаррифӣ мақомот гузориш доданд ки имсол ноҳия нақша дорад ки $40 миллион сармоягузорӣ ҷалб кунад ва $15 миллион содиротро таъмин намояд. интизор меравад ки ин афзоиш дар саноат 9%, дар соҳаи хизматрасонӣ 17.1% ва дар соҳаи кишоварзӣ 7.6%-ро ташкил диҳад. дар ҷамомат ба имкониятҳои сайёҳии ноҳияи сух таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. қайд карда шуд ки табиати беназири сух, ҳавои тоза, дарёҳо ва иқлими салқин ба ин бахш имкон медиҳад ки яке аз муҳаррикҳои иқтисодиёт гардад. масалан, иншооти нави сайёҳиро дар соҳили дарёи сух ки аз маҳаллаҳои сари Кандар, Ровон ва Истиқлол ҷорӣ мешавад, сохтан мумкин аст. ё ин ки барои ташкили кластери хизматрасонии тиббӣ ки барқарорсозӣ, физиотерапия, логистикаи доруворӣ ва таълими тиббиро дар як минтақа муттаҳид мекунад, тамоми шароитҳо мавҷуданд. умуман эълон карда шуд ки ҷалби $60 миллион сармоягузорӣ ба соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонӣ, таъсиси қариб 2000 ҷойи корӣ, афзоиши ҳаҷми хизматрасонии сайёҳӣ ба маблағи $15 миллиард сум ва афзоиши содирот ба маблағи $2 миллион ба нақша гирифта шудааст. яке аз муҳимтарин вазифаҳо эҷоди инфраструктураи қулай барои зиндагӣ ва кор кардани аҳолӣ, густариши соҳибкорӣ ва таъмини шуғл мебошад. дар ҳар як маҳалла 10 лоиҳаи хурд ки дар маҷмӯъ 300 ададро ташкил медиҳанд, оғоз карда мешаванд ва 86 000 нафар ба малакаҳои касбӣ омӯзонида мешаванд. бонкҳо барои ин лоиҳаҳо 64 миллиард сум захираҳои кредитӣ ва 74.5 миллиард суми иловагӣ барои иншооти иҷтимоӣ ва инфраструктур ҷудо карда медиҳанд. масъалаҳои нақлиёт ва логистика низ муфассал баррасӣ шуданд. тадбирҳои амалӣ барои афзоиши робитаи ноҳия бо дигар минтақаҳо, суръат бахшидан ба убури марз ва густариши робитаҳои иқтисодӣ муайян карда шуданд. бо назардошти он ки қисми асосии даромади аҳолӣ ба кишоварзӣ алоқаманд аст, зарурати васеъ ҷорӣ кардани равишҳои муосир ва технологияҳои нав дар ин самт таъкид карда шуд. масалан, пешниҳод карда шуд ки лоиҳаҳо барои бунёди боғҳои мевагӣ дар 425 гектар чарогоҳ дар мавзеи Қайроқ, бунёди плантатсияҳои заъфарон дар 60 гектар дар маҳаллаи Чашма ва парвариши картошка дар 100 гектар заминҳои хоҷагиҳои озод ва сух
амалӣ карда шаванд. лоиҳаи рушди моҳидорӣ дар маҳаллаи Навобод низ муаррифӣ шуд. тибқи он дар ҳар 50 гектар 30 ҳавз бунёд карда мешавад ва аз ҳар як ҳавз 50 тонна моҳии форел парвариш кардан мумкин аст. ҳамзамон қайд карда шуд ки бо бунёди шабакаи обёрии худҷорӣ ба масофаи 8 километр байни минтақаҳои деҳвайрон ва тул имкони рушди 500 гектар боғҳои мевадиҳанда ва 300 гектар замини иловагии кишт вуҷуд дорад. роҳбари давлати мо таъкид кард ки ҳадафи асосии рушди ноҳияи Соғ тағйироти назаррас дар ҳаёти мардум, афзоиши даромад, таъсиси ҷойҳои корӣ ва тақвияти минбаъдаи робитаи нақлиётии минтақа мебошад. ба масъулин дастурҳои дахлдор дода шуданд то иҷрои вазифаҳои дар назди ноҳия гузошташударо таъмин намоянд. Viloyatimizning So'x tumani muhtaram prezidentimizni doimiy diqqat va e'tiborlarda turadigan bir alohida tumanlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan o'tgan 9 yil davomida tumanda iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish nuqtai nazaridan ulkan ishlar amalga oshirildi. Eng asosiysi yo'llar ochildi, chegaralar ochildi. Tumanning iqtisodiyotiga kiritilayotgan mablag'lar miqdori yildan yilga oshib boryapti. Tumanda ilk marotaba sanoat paydo bo'ldi. Tumanda investitsiyalar jalb qilina boshlandi. Tumanni o'tgan yildan boshlab mana 12,5 million dollar eksport qilishni boshladi. Lekin shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz So'x tumanini demak iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish va So'x tumanini ishsizlikdan xoli, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha alohida demak topshiriqlar berib, shu topshiriqlar asosida qaror loyihasi ishlab chiqildi. Hozirgi kunga qadar So'x tumanini iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirishga e'tibor berilmayotgan sohalarga alohida demak ushbu qarorlar bilan e'tibor qaratyapti. Xususan So'x daryosi mintaqasida 130 gektar yerda turizm majmuasi tashkil bo'lyapti. Bu majmuani tashkil qilish bilan birgalikda mana shu So'x daryosining ikki qirog'ini demak mustahkamlash va bu yerga eng zarur infratuzilmalarni yaratish uchun 180 milliard davlat byudjetidan mablag'larni ajratilyapti. Hozirgi kundanoq bu yerda investitsion va turizm loyihalarini amalga oshiradigan juda ham ko'p talabgorlar, xususan mahalliy talabgorlarimiz ham, qolaversa xorijiy talabgorlar ham soni kundan kunga oshmoqda. Qolaversa hurmatli prezidentimiz So'x tumanida kadrlar tayyorlash masalasi, jumladan mana ikkita kasblar maktablarimizni viloyatimizda ikkita universitetimiz qoshidagi texnikumlarga aylantirib, u yerda eng zamonaviy kasblarga o'rgatish, yangi bir o'quv yo'nalishlarini ochish bo'yicha ham ko'rsatmalarni berdilar. So'x tumaniga chegara nazorat punktlari orqali kirib chiqish ishlarini yanada soddalashtirish, xalqimizga yanada qulay shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha ham yangi g'oya, yangi tashabbuslar bo'yicha o'zlarining topshiriqlarini tegishli vazirlik va idoralarga va hukumatga topshiriqlar berdilar. Mahalliy loyihalarni ko'paytirish va bunda banklarning rolini oshirish, So'x tumanida faoliyat ko'rsatayotgan banklarga ham ishtirokida bir yangi bir zamonaviy loyihalar fabrikasini demak tashkil qilib, shu yerda bir mahalliy kontentdagi loyihalarni ko'paytirish bo'yicha ham vazifa va topshiriqlarni berdilar. Tumanni demak infratuzilmasini, xususan energiya ta'minotini yaxshilash borasida O'zgidro energiya kompaniyasini demak 40 millionlik loyihasini tezroq boshlash, shunday loyihalarni, ya'ni mikrogestlarni ko'paytirish bo'yicha yangi loyihalar ishlab chiqarish bo'yicha ham vazifalar berildi. Qolaversa, shu So'x tumaniga avia qatnovlarni muntazamligini oshirish, kichik masofaga uchuvchi zamonaviy samolyotlar parkini yaratish bo'yicha ham tegishli idora vazirliklarga topshiriqlar berildi. O'ylaymanki, bu qaror So'x tumanini rivojlanish tarixida yangi rivojlanish davrini ochib beryapti. Biz mana shu viloyatdagi barcha mas'ul rahbar 24 soatlik favqulodda demak ish tashkil qilgan holda ushbu qaror ijrosini ta'minlab, demak So'x tumanini ham 1 yil muddat ichida kambag'allikdan xoli va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha mana shu prezidentimiz bergan topshiriq ijrolarni to'la demak ta'minlash bo'yicha qattiq ishga kirishamiz. Bugun hurmatli prezidentimiz boshchiligida So'x tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar taqdimoti o'tkazildi. Tumanda bir necha oy davomida katta ishchi guruh ishlagan holda qanday qilib kambag'allikni qisqartirish, qanday qilib ishsizlikni kamaytirish masalalari alohida o'rganib katta bir dastur tayinlangan. Dasturga asosan So'x tumanini yil oxiriga qadar kambag'allik darajasini yil boshiga 7.9% dan 4%gacha tushirish reja qilingan. Shu bilan birgalikda ishsizlikni ham 3% gacha tushirish bo'yicha katta dastur ishlab chiqilgan.
2000 dan oshiq odamni ishga joylashtirish bo'yicha aniq manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lsa, 11 dan oshiq odamni daromadini oshirishga qaratilgan turli moliyaviy xizmatlar ko'rsatish ham dasturda nazarda tutilgan. Hurmatli Prezidentimizdan bir qator yana topshiriqlarni oldik. Ishchi guruh joyiga chiqqan holda bu topshiriqlar ustida yana bir qator ishlagan holda chora-tadbirlarni tasdiqlash uchun hurmatli Prezidentimizga qaror loyihasini kiritamiz. Odamlar bandligini ta'minlash uchun 80 dan oshiq turli loyihalar ishlab chiqilgan. Xizmat ko'rsatish sohasida katta loyihalar bor. Turizm salohiyatini ishga solishga qaratilgan loyihalar bor. Ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalar bor. Odamlarni tadbirkorlik ko'nikmasdan foydalangan holda ularni kichik tadbirkorligini yo'lga qo'yishga qaratilgan loyihalarimiz bor. Tumanda mavjud eski bog'larni yangilash yoki yangi bog'lar barpo etish, yangi yerlar o'zlashtirish, umuman iqtisodiyot barcha tarmoqlaridek qilinishi mumkin bo'lgan ishlar inobatga olgan holda puxta dastur ishlab chiqilgan. So'x tumanida 500 kilometrga yaqin avtomobil yo'llari mavjud. Shundan 100 kilometr umum foydalanuvdagi yo'llar bo'lsa, 400 kilometrga yaqini bu mahalliy va ichki yo'llar hisoblanadi. Eng asosiy topshirig'imiz shu yo'l tarmog'i bo'yicha hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Tumanda ta'mirtalab bo'lgan yo'l qismlarini qabul qilinayotgan yangi qaror bilan hammasini ta'mirlash choralarini ko'rish bo'yicha topshiriq oldik. So'x tumaniga demak Farg'ona viloyatidan o'sha asosan O'zbekiston tumani orqali o'tishda eng qisqa masofa joydan demak yangi trassa asosida yo'l qurish topshirig'ini oldik va bu bo'yicha endi loyiha tashkilotlarimiz bilan joyiga chiqib o'rganib qo'shni davlatlar bilan mana shu loyihani amalga oshirish bo'yicha hamkorlik qilish yuzasidan muzokaralar olib borib aniq yechimlar bilan mana shu loyihalarni tez orada boshlaymiz. Hurmat Prezidentimiz topshiriqlariga asosan Respublika ishchi guruhi kelib So'x tumanini har tomonlama viloyat hokimligini mutaxassislari bilan birgalikda tahlil qilib chiqildi. Natijada So'xni qaysi yo'nalishda rivojlantirish bo'yicha aniq xulosalar qilinib, So'x tumani 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqildi. Bugungi yig'ilishda hurmatli Prezidentimiz boshchiligida mana shu qarorni muhokamasi bo'lib o'tdi. Turizm sohasini asosiy drayverga aylantirish masalasi eng asosiy masala qilib qo'yilgan. 54 ta loyiha ishlab chiqilgan bo'lib, qariyb 60 million dollarlik aniq investorlari ham topilib, ular bilan muzokaralar ham olib borilmoqda. Tibbiyot turizmiga alohida e'tibor qaratildi. Sababi 2025-yilda o'zida qo'shni Qirg'izistondan 15 mingga yaqin fuqarolar kelib, aynan shu So'x tumanida davolanib, turli jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirib ketgan. Master rejada shu sog'lomlashtirish, davolash maskanlarini tashkil qilishga ham alohida urg'u berilgan. Ikkinchi katta drayver yo'nalish qilib bu qishloq xo'jaligi sohasi, chorvachilik, bog'dorchilik, baliqchilik yo'nalishlari tanlab olingan. Xususan So'xni havosiga mos keladigan, misol uchun 680 gektar yer maydonida qoraolxo'r yetishtirish reja qilindi. Viloyatimizda 33% kartoshkasini aynan So'x tumani yetishtirib beradi, lekin o'sha navlari baribir tan olib aytish kerak, sari eskirgan. Gollandiyaning eng oldi sortlaridan olib kelib, hozir 155 tonnasi 60 gektarga ekildi. Qo'shimcha vaqt berildi. Shu davrda biz Respublika ishchi guruhi bilan birgalikda yana o'sha qo'shimcha takliflarni o'rganib chiqib, oxirgi qaror loyihasini tasdiqlash uchun kiritamiz. Aytish kerakki, So'x tumani so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda asosiy bir nuqtalardan biriga aylandi. So'xlik aslida vatandoshlarimiz bo'lgan va bugungi kunda xorijda yashab o'zlarini biznesini olib borayotgan vatandoshlarimizni imkoniyatlarini kengroq jalb qilish bo'yicha aniq choralarni belgilab oldik. Misol uchun 26 va 27-yillarda So'x tumanida 86 million dollardan oshiq xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni biz shakllantirdik. Bunda misol uchun Akmus kompaniyasi ishtirokida 10 million dollarlik turistik dam olish maskanini tashkil etish bo'yicha allaqachon ishlarni boshladik. Yoki bo'lmasam yirik tadbirkorlarimizdan Niso kompaniyasi rahbariyati bugungi kunda 1 million dollardan iborat 200 o'ringa ega 4 yulduzli mehmonxona tashkil etish bo'yicha loyihani shakllantirdi va bu loyiha bo'yicha ishlarni boshladik. Albatta bizning investitsiya kompleksimiz So'x tumani bo'yicha bugungi qarorda belgilab o'tilgan vazifalarni to'la-to'kis tushunib yetgan holda ularni amalga oshirish bo'yicha barcha choralarni ko'radi. So'x daryosi iqlimidan, suv haroratidan kelib chiqib turib, Farel balig'ini yetishtirish bo'yicha ham katta loyiha amalga oshirilyapti. Ya'ni investorlar orqali Farel balig'ini yetishtirish bo'yicha ham katta zamin bor, imkoniyati bor. Bundan tashqari chorvachilikga ixtisoslashgan hisobga olib turib, chorvachilik yo'nalishida ham, ya'ni 4 mingdan ortiq aholi xonadonlarida zotli mollarni, chorva mollarini yetishtirish, echkichilikni yo'lga qo'yish,
Qolaversa asalarichilik bo'yicha katta loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ham kelishib olindi va mablag'lar ajratilgan bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan barcha topshiriqlarni o'z muddatida sifatli, ilmiy yondashib, har bir qarich yerdan unumli foydalangan holatda aholining daromadini oshirish va hamda oziq-ovqat mahsulotini ko'paytirish bo'yicha, eksport salohiyatini ko'paytirish bo'yicha berilgan topshiriqlarni hammasi ijrosini o'z vaqtida ta'minlashni kafolatlaymiz. Noyob hududda joylashgan So'x tumanini barcha yo'nalishida rivojlantirishga qaratilgan loyihalarimiz imkoniyati juda ham katta ekanligiga alohida urg'u qaratildi va mana shunda turizmni biz asosiy drayverlardan bir yo'nalish belgilab berildiki, aynan mana shu So'x tumanining go'zal tabiati, So'x daryosini chekka qirg'oqlarida yangi gastronomik ko'chalar barpo etish, turistlarga ko'rsatiladigan arzigulik hunarmandlarining mahsulotlari yoki u yerdagi tabiatidan bahra oladigan dam olish maskanlarini barpo etish bo'yicha ham hurmatli prezidentimizga taqdimotda aytib o'tildi. Bilasiz, So'x tumaniga o'tishda Qirg'iziston chegarasidan o'tiladi. Albatta bu chegaradan o'tishdagi yengilliklar yaratish borasida tegishli mutasaddi rahbariyatga ham alohida topshiriq berdilar va mana shu topshiriqlar asnosida biz o'ylaymizki, juda ham katta o'zgarish bo'ladi va turistlarning oqimi ham sezilarli darajada ortadi. So'x tumani nafaqat Farg'ona viloyatida, balki butun O'zbekistonimizda turizm lokatsiyasini yangi bir durdonasiga aylanishiga ishonch bildiramiz va bu bo'yicha albatta sidq dildan hammamiz xizmat qilamiz. Mana So'x tumani yoshlari uchun juda ham katta keng imkoniyatlar yaratilishi, xususan So'x tumanida faoliyat olib borilayotgan ikkita texnikumimizni yangi zamonaviy qiyofaga olib o'tish, xususan ulardan birini Farg'ona davlat texnik universiteti negiziga o'tkazilib, yangi zamonaviy kasblarni egallash, ayniqsa IT sohasini rivojlantirish, zamonaviy kasblar bo'yicha yo'nalishlarni ochib, yoshlarimizni bilim va ko'nikmalarini oshirish belgilab berildi. Ayniqsa yoshlarimiz o'zlarini nafaqat O'zbekiston Respublikasining mehnat bozorida, balki jahon mehnat bozorida ham o'zini o'rnini topishiga imkoniyat yaratib beradi. So'x tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturi asosida yangi zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan xususiy tibbiyot maskanlari, xususiy maktablar va bog'chalar tashkil etilishi belgilangan. Yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb etish, yoshlar o'zlarining biznes g'oyalari bilan mana muhtaram prezidentimiz 3 ta bankda alohida ta'kidlab berdilar. Mana shu banklar orqali ular tadbirkorliklarini amalga oshiriladi, yangi bo'sh ish o'rinlari yaratiladi, yangi kasblar o'rganiladi. Qarorda loyihasi birma-bir bandma-band muhokama qilindi. Har bittasida insonni qadri So'x manfaati yotibdi. Bundan xalqimiz juda ham xursand. Hatto loyihalarni amalga oshirish uchun xorijda o'zini biznesini yo'lga qo'ygan So'xlik tadbirkorlarimiz bu loyihalarni eshitishib, bizga kelib murojaat qilishyapti, tashabbus bilan chiqishyapti. Bunaqa tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun juda ham biz xursandmiz, So'x xalqi juda ham xursand. Qarorning ijrosi doirasida So'x tumani butkul o'zgaradi. So'xni butun dunyo taniydi. Turistlar oqimi 10 barobarga ko'payadi. 14 ming yangi ish o'rinlarini yaratishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu loyihalarni amalga oshirish, ishchi o'rinlari ham o'sha biz o'ylagan rejadan ham ortiq bilan. Kecha muhtaram prezidentimiz rahbarligida Farg'ona viloyatining So'x tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda muhim ustuvor vazifalar belgilab olindi. Qaror loyihasining taqdimotini televideniya orqali kuzatar ekanman, yana bir bor amin bo'ldimki, So'x tumani yurtimizning eng chekka va olis hududlaridan biri bo'lishiga qaramay, doimo davlatimiz e'tiborida. Mazkur qaror ijrosi natijasida So'x tumanida tub o'zgarishlar amalga oshirishi kutilmoqda. Taraqqiyot sur'ati yanada jadallashib, uning samarasi eng olis hududlargacha yetib boradi. Xususan, taqdimotda qayd etilganidek, birgina turizm va xizmat ko'rsatish sohalariga 60 million dollar investitsiya jalb etish, qariyb 2000 ta yangi ish o'rnini yaratish, turizm xizmatlari hajmini 15 milliard so'mga, eksportni esa 2 million dollarga oshirish rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkichlar ortida katta mehnat va davlat rahbarining So'x tumani hamda aholisiga bo'lgan yuksak e'tibori mujassam. Aholini quvontiradigan yana bir muhim yangilik.
So'x tumanini Farg'ona viloyati bilan bog'lovchi yangi, yaqin va qisqa masofali yo'l qurilishi bo'yicha tegishli topshiriqlar berilganidir. Bu tashabbus yaqin kelajakda So'xning transport jihatdan yanada ochiq va qulay hududga aylanishiga, shuningdek, xorijiy sayyohlarni keng jalb etishga xizmat qiladi. Bu o'zgarishlar o'z navbatida tuman iqtisodiyotining izchil rivojlanishiga, aholi turmush farovonligini oshishiga mustahkam zamin yaratadi. Bugun tumanning qaysi mahallasiga bormang, odamlar aynan shu islohotlar, davlat rahbarining So'xga qaratayotgan yuksak e'tibori haqida iliq fikrlar bildirilmoqda. Ularning yuz ko'zlarida hayotdan rozilik alomatlari barq urmoqda. Eng muhimi 88 mingdan ortiq aholiga ega So'x tumanida fuqarolarning davlatga, mamlakat rahbariga va yanada farovon kelajakka bo'lgan ishonchi tobora mustahkamlanmoqda. Dar ҷамомади мазкур дар бораи аз ҳар ҷиҳат ривоҷ додани ноҳияи Соғ, ҷалби сайёҳон ба зеботарин кӯҳандиёри ватан ва муҳимтаринаш он аст ки бозгардидани роҳи алоҳида, яъне пайвастани Соғ бо маркази вилояти Фарғона мавриди муҳокима қарор гирифт ва президент Шавкат Мирзиёев ба масъулон дастур дод ки албатта ин масъалаҳо ба зудӣ ҳал карда шаванд ва шароити беҳтари зиндагӣ боз ҳам ба мардуми Соғ фароҳам оварда шавад. Ва ин ҷамоматро вақте ки тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва интернетӣ мардуми саодатманди Соғ тамошо карданд, албатта хеле хурсанд гаштанд ва имрӯз вақте ки мо ба маҳаллаҳо рафта бо мардуми маҳаллӣ ҳамсуҳбат шудем, ҳама асосан дар ҳамин бора сухан мегуфтанд, миннатдории худро ба давлат ва раҳбари давлат баён менамуданд ва ин воқеаи таърихӣ воқеан ҳам эътимоди мардуми Соғро ба давлат, ба раҳбари мамлакат ва ба фардои аз имрӯз ҳам дурахшонтар боз ҳам мустаҳкам намуд. Ва ҳоло мусоҳиби мо яке аз фаъолони ҷомеа, директори мактаби рақами 29-ум, дорандаи ордени дӯстӣ, устод Амирҷон Темиров мебошанд. Ассалому алайкум устод, шумо ҳам як шахси фаъоли ҷомеа мебошед ва бевосита ба ҳар як қарору фармонҳои қабул гардида эътибори ҷиддӣ медиҳед ва бевосита ба таври худ агар гӯё хато намекунед таҳлил ҳам мекунед. Ва шумо ҳам имрӯз мана хабар доред аз ин як воқеаи таърихӣ ва ба фикрам шуморо ҳам ин бисёр шод намуд, чунки бозгардидани, яъне дода шудани роҳи алоҳида барои Соғ, ҷалб намудани сайёҳон ба зеботарин кӯҳандиёри ватан ноҳияи Соғ ва як ташкил намудани масканҳои сайёҳӣ дар ноҳия орзуи деринаи мардуми Соғ ва аз ҷумла шумо ҳам буд. албатта зиндагӣ беорзу ширин нест мегуфтанд. ҳамин орзуи халқи ноҳияи Соға муҳтарам президентамон ширин карданд. дар 6 соли охир ба як ноҳияи дурдасти ки як кишвари зебоманзари аз марказ дар дур, аз марказ дур ҷойгир шудааст. ду маротиба қарори президенти Республикаи Ӯзбекистон оиди рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва мадании ноҳияи Соғ баромад ва дирӯз якак ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва телевизор зом мегӯем, он ҷамомаде ки дар тамоми Республикаи Ӯзбекистон ҳаминро ҳама мардум шуниданд ва аз он ҷумла барои мардуми Соғ як ва кайфияти воло шуд. воқеаи таърихӣ буд. воқеаи таърихӣ ин ҳам ҷиҳати аҳамияти тарбиявӣ дорад, таълимӣ дорад ва аҳамияти беҳтар гардидани тарзи зиндагии мардуми ноҳияи Соғ мегардад. чунки мардум солҳо орзу доштанд, қариб пас аз мустақил шудани Ӯзбекистон то ҳамин рӯза муаммоҳо рӯз аз рӯз ҳал мешуданд, лекин пас аз он ки муҳтарам президентамон Шавкат Мирзиёев ба сари қудрат омаданд ва ба мансаби вазифаи президентии халқи Ӯзбекистон интихоб карданд, хато накарданд, чунки на фақат ноҳияи Соға, балки муаммоҳои ҳамаи ҳудуди Республикаи Ӯзбекистонро муҳтарам президентамон навбат ба навбат иҷро намуданд ва навбати дигаре ки имрӯз ба халқи Соғ расида омад, ин як фаромӯшнашаванда. ман худам як чанд сол ба вилояти Фарғона ки дар ноҳия ҳамчун мудири шӯъбаи таълим будам, як рӯз мерафтам, 3 рӯз мемондам.
این یک واقعه که مردم فقط شکر کردن است کن. من صبر کردم که نتیجه صبر من محترم پرزیدنتمو شب گفتن که با واسطه ناحیه ازبکستان راه علاوه برای مردم سوخت تشکیل کرده شود. بغیر از این من دو طرف با واسطه وادل شاه مردم و با واسطه رشتون مرحمت مردم ازبکستان از اون به یگو مانع حرکت میکنن با ناحیه سوخ هم میبیون ما هم به واسطه به همین سه راه کتی با حدودهای ریسپوبلیکی ازبکستان وطن ما جان کشور ما رفتن به امکانات پیدا شد. اگر با ناحیه سوخ اعتبار تیم محترم پرزیدنت ما از همون دوره که با همین وظیفه گذاشتن من در ناحیه سوخ 4 مکتب نو زمانوی ساخته شد. اگر گویم که در ناحیه سوخ 29 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی 33 مؤسسه تعلیمی عمومی باشد همین 4 تا مؤسسه که من از اون جمله مکتب رقم 29 محترم پرزیدنت ما تشبثش که ساخته شد در یک دهه که مردم 5 کیلومتر دور به فرزندانشون با دیگر مکتب گذاشته می‌کردن من مکتبی زبانمی یا که در دهه شور یا که در دهه نوآباد بینید این مکتب‌ها برای رشد آینده ناحیه سوخ راهنما کرده شد. بغیر از این نقطه‌های تندرستی دو مؤسسه مخصوصی تعلیمی من در دهه گلستان و در دهه آفتابرو شده شدنش این با آینده با کسب و هنر تامین نمودن یا که تعلیم دادن جوانان ما روانه کرده شد. اکنون مخصوص که من محترم پرزیدنتمون قید کردن که برای همین رشد اجتماعی اقتصادی ناحیه سوخ 40 میلیون دلار سرمایه را نمو کرده میشد. امروز برای چی؟ چون که امروز در ناحیه سوخنده زیاده از 88,000 اهالی زندگی میکنن. این به فرق نیستم پرزیدنت ما هر گاه وقتی که جوان میگذارن دائم از حاکم ولایت فرغانه پرسان میشن که کنی در ناحیه سوخ احوال چخیر. یعنی محترم پرزیدنت ما دائم سوخ همچین یک گوهره که چشم خود نگاه میکنه. یعنی سوخ همیشه در مد نظر دولت و سرور دولت قرار دارد. در همینجا باز یک مسئله رو گفتنی هستم. من یک سال اینجانی ما توسط تلویزیون سوخ هم درباره رشد ساحه سیاحی در ناحیه سوخ سخن میکنیم، برنامه ها تهیه که پیشکش میکنیم و وقتی که از روی وظیفه بین مردم میریم و با آنها هم صحبت میشیم میگویند که امکان ناپذیر است رشد ساحه سیاحی در ناحیه، چون که معمای راه است. اما پرزیدنت برای رواج دادن ساحه سیاحی اول مسئله راه را به میان گذاشت دیروز در جماعت. مسئله راه را گذاشتن و در یک وقت همین مسئله سیاحی و توریسم رو خودی محترم پرزیدنت گفتن که در نزد دریای سوخ که محله سریکنده و راون نواباد جایگیر شده است، در همینجا برای رشد سیاحی تمام امکانات ها موجود است. برای این من 60 میلیون دلار مبلغ جدا کرده شده است و از بانک های که در ناحیه موجود است برای این 64 میلیون کردیتی جدا کرده شده است. این معنی آن را دارد که هم از جهت مالیوی هم از جهت ساختمانی همه لایحه ها را خودی محترم پرزیدنتمون پیشنهاد کردن. یعنی اینفراستراکچور از طرف دولت ساخته می‌شود. از طرف دولت واقعا فقط از اون مردم در اینجا همکاری کردن است که لایحه خورده که خودی پرزیدنتمون پیشنهاد کردن صاحبکارا همون لایحه خود کردی. اگر 25 تا محله 10 تا شد من قریب 300 تا لایحه خوردم برپا کرده میشد، چون که در من مضمونی همین جامعه خود گوش داشته تکرار به تکرار خود تحلیل کرده حتی با خود قبول کردم و با افتخار گفتم که بیجیز ازبکستان دولت آیندهش بزرگ نگفتم، بیجیز محترم پرزیدنت ازبکستان نام نگفتم. ما آینده چون که پرزیدنتمون گفتن سوخی نو رو برپا میکنیم سالهای واقعا سوخی نو در ازبکستان در ازبکستان نام شد. یک چیز دیگر محترم پرزیدنتمون هم بر رشد اقتصادی اجتماعی و مدنی یعنی مؤسسه‌هایی که برای روشنفکری ناحیه سوخ روانه کرده شده همه امکانات ها فراهم آوردن کوشش کردن. سفارش های حتی عیناً بجا اجرا شدنش به شخصان مسئول سپرده شدن و شخصان مسئول هم به این با یک افتخار بلند جواب دادن که ما در آینده سوخ یک ناحیه نوی ازبکستان نو میکنیم. من به نهایت خرسندم چون که محترم پرزیدنتمون که یک چند مرتبه در سلکتورها از نطق آن کس رو شنیده هر گاه پرزیدنتمون قید میکنن که سوخ مردم مهنت کش است. من نتیجه مردم مهنت کشی ناحیه سوخ است که محترم پرزیدنتمون تمام در این امکانات ها رو برای ما گشودن.
البته در جمعیت پرزیدنت باز تاکید کرده گذاشتن که در ضمیر همین سعی و حرکات ها پیش از همه منفعت خلق میخوابد، یعنی از کم بی‌ضاعتی برآوردن اهالی و جای نوی کاری فراهم آوردن در ناحیه سوخت. محترم پرزیدنت ما خودشون همینم باز جواب دادن که اگر ما همین لایحه ها برپا کنیم در ناحیه سوخت زیاده از 2000 تا جای نوی کاری پیدا میشه. بغیر از این خود تدبیرکارا صاحبکاری هم اگر حرکت کرده از امکانات هایی که محترم پرزیدنت هم پیشنهاد کردن و ثمرانه استفاده برن، البته طرز زندگی مردم بهتر میشه. ناحیه سوخت تمام حدودهای ریسپوبلیک ازبکستان همچون مرکزی سیاحی آمده سیاحت میکنن و از طبیعت زیبا آب و هوای سوخت بهره میگیرن. البته شما در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال میباشید. امروز مردم چه خیلی قبول کرده ایستادن در شبکه‌های اجتماعی این واقعه تاریخی رو؟ میدونید شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، تلگرام، همش فقط مردم سوخت، حتی خواننده‌های مکتب در صحیفه‌های خود عاید تغییراتی که در ناحیه سوخت محترم پرزیدنت هم پیشنهاد کردن از این خرسندن. شاگردا سوال میکنن که معلم راهی نوی سوخت شده میشود، ازبکستان ناحیه ازبکستان کشاده شود، باز طرز زندگی ما با سیاحتی نه فقط ناحیه ما از دیگر جا ما هم با دیگر جاها میرویم. بیام رفته سیاحت کردیم میگن که این جوانای ازبکستان هم جوانای ناحیه سوخت هم بدور کرد. از اعتبار پرزیدنت ما بنهایت خرسندم. البته درست تاکید کردید بینندگان عزیز، در ضمیر این قرار، در ضمیر این تقدیماتی که دیروز بیوسته با تشبوس پرزیدنت تحت رهبری دولت برگزار گردید، واقعا هم منفعت مردم میخوابد و با برابر این لایحه ها برای رشد اقتصادی ناحیه سوخت نگرانیده شده است و اقتصادیات رشد کند، طرز زندگی مردم بهتر می شود، کم بی‌ضاعتی کاهش می‌یابد و جای نوی کاری فراهم آورده مردم ناحیه باز هم فراوانتر زندگی میکنند و باز همین را علاهیده تاکید کرده گذاشتن لازم است که تشکیل گردیدن راه علاهیده بین ناحیه سوخت و ناحیه ازبکستان این برای جلب سیاحان از تمام گوشه و کنار دنیا به ناحیه سوخت یک اهمیت مهم کسب میکند.